Hammaga xayrli kun. Bugun e'tiboringlar markazida Maz Kupavadan Karnet modeli. Bu O'zbekistonda konkurenti kam bo'lgan spes mashinalar turkumiga kiradi. Ya'ni servis uchun olib ishlatishingiz mumkin va boshqa maqsadlar uchun ham ishlatishingiz mumkin. Bu mashinamizda konditsioner bor, interkuler bor. Aytgancha Minskiy motorniy zavoddan, ya'ni Common Rail sistemali Stage 4 dvigateli bilan jihozlangan 245 adashmasam. Va konditsioneri ham bor ekan. Bu mashinamizga pastlari ozgina rangi xiralashib qolgan ekan, yechib turib, xohlasa matli qilib beramiz. Va orqa tomonlari glянцевый bo'ladi. Полностью polirovka xizmati, химчистка xizmatini qilib beramiz. Tepalari ozgina polirovka qildik, ko'rsanglar bo'ladi, ajralib turibdi o'zi. Ichlarini ham ximchiska qilib yuboramiz. Ichlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Dilshod aka olib boryaptilar. Lesitsalari bor. Bismillah. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shkoplari bor. O'tirish uchun o'rindiqlar qo'yilgan. Xullas shunaqa. Bu yerda отдельный stilaj, verstak, tiski va hokazo spes instrumentlar qo'yilgan. Yonlarida xudo xolasa bu tomonda generatori bor. Bu tomonda gaz ballon turadi. Xohlasangiz svarka uchun, rezak uchun ishlatsangiz bo'ladi. Tozalab turib, pastki tomonini sepib beramiz. Kuzov полный shilib tashaldi. Nakleykalari bor edi, shilinib polirovka qilib beramiz. Orqasi ham ochiladi. Detallari полный yechildi. Bu tomonda kompressori bor. Kuzatishda davom etasizlar. Video xohlasa yoqqan bo'lsa bitta like bilan podpishka qilib o'rasizlar.